mana bu tomonga bitta, ikkita, uchta sanchildi. Qo'qon shahrida 31 yoshli qiz tog'asining ayoli, ya'ni kelinoyisini pichoqlab o'ldirdi. Mazkur qotillikka sudlanuvchi hamda marhum o'rtasidagi nizo sabab bo'lgani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, voqea 2025-yilning dekabr oylarida sodir bo'lgan. Hali oila qurmagan 31 yoshli sudlanuvchi qiz kelinoyisi bilan o'rtalarida mavjud kelishmovchiliklar sababli undan o'ch olishni maqsad qilib qo'liga pichoq oladi va mazkur jinoyatga qo'l uradi. Necha marta urdingiz? 2 yo 3 marta. Keyin nima bo'ldi? Keyin ular menga qaradi-da, meni ko'rdi-da, keyin sekin yiqildi. Ish hujjatlarida keltirilishicha, sudlanuvchi qiz kelinoyisiga o'tkir tig'li jism bilan bir necha marotaba zarba bergan. Bu jarohatlar esa kelinning o'limiga sabab bo'lgan. Aniqlik kiritilishicha, marhumaning 2 nafar farzandlari bo'lgan. Sud majlisida sudlanuvchi aybiga iqror bo'lib qilgan ishidan pushaymonligini bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudida sudlanuvchi qizga quyidagicha jazo tayinlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga ushbu modda bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Biz ushbu lavha orqali nima demoqchimiz? Jinoyatga qo'l urish bu oiladagi nizolarning yechimi bo'la olmaydi. Sudlanuvchi qiz qotillik jinoyatini sodir etib, umrining eng go'zal damlarini panjara ortiga almashdi. Bir oilani parokanda qildi.